O'sha payt tashqaridan bir ovoz eshitildi. Ey uy egasi, ey ichkarida o'tirganlar, uyga kirsam maylimi? Sizlarda bir gapim bor, sizlarda bir iltimosim bor. O'tirganlarning orasida eng kattasi va ulug'i payg'ambarimiz bo'lganligi uchun nima deb javob berar ekan deb hamma sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qaradi. Hayron bo'lib qolgan sahobalarni ko'rgan payg'ambarimiz ularga qarab shunday dedi: Bu kelib turgan kim ekanligini bilasizlarmi? Biz hammamiz javoban eng yaxshi biluvchi Alloh va uning rasulidir dedik. Bunga javoban payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday dedi: U la'natli iblisdir, shaytondir. Unga Allohning la'nati bo'lsin. Shunday deyish bilanoq Hazrat Umar radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh, uni o'ldirishimga ruxsat bering" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat bermadi va shunday dedi: Tegma, ey Umar. Alloh unga muhlat berganini bilmaysanmi? Keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: Eshikni ochinglar, kirsin. Bu yerga kelish unga amr qilingan. Uning aytganlarini diqqat bilan eshitinglar va tushunishga harakat qilinglar. Eshikni ochdik. U kirdi va u bizga ko'rindi. Qarasak, qari, ko'zlari g'illay. Ko'saligidan yoqida 6 ta yoki 7 ta soqol osilib turibdi. Otlarning qili kabi. Ko'zlari tepaga qaragan, boshi fil kallasi kabi katta. Keyin o'sha allayn salom berdi. Uning salomiga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: Salom Allohnikidir, ey layin. Bir ish bilan keldim deding. Nima ishing bor? Mening bu yerga kelishim o'z xohishim bilan emas, balki majbur bo'lib keldim. Qanaqa majburiyat? Izzat sohibi Allohdan bir farishta kelib menga dediki, Alloh senga Muhammad sallallohu alayhi vasallamning yoniga xoruzor bo'lib borishingni amr etdi. Unga borib odamlarni qanaqa qilib aldashingni ochiq-oydin aytasan. Va Muhammad sallallohu alayhi vasallam sendan nima so'rasa, hech yolg'on aralashtirmasdan to'g'risini aytasan. Keyin Alloh menga: agar yolg'on gapirsang, seni kul qilib yuboraman va dushmanlaring oldida seni sharmanda qilaman. Xullas ey Muhammad, o'sha amr bilan yoningga keldim. Xohlaganingni so'ra. Agar so'raganlaringga javob bermasam, dushmanlarim meni mazoq qiladi. Men uchun dushmanga mazoq bo'lishdan og'irroq narsa yo'qdir. Modamiki yolg'on gapirmas ekansan, unda aytchi, odamlarning orasida eng yomon ko'rganing kimdir? Sensan ey Muhammad. Alloh yaratgan narsalarning ichida eng yomon ko'rganim sensan. Mendan keyinchi Allohdan qo'rqqan yoshlar. Ular borini Allohga beradi. ulardan keyinchi Sabrli va shubhali narsalardan ehtiyot bo'lgan olimlar. keyinchi Tozalik va yuvishda 3 martadan yuvadigan odamlarni. undan keyinchi Ehtiyojini hech kimga bildirmaydigan sabrli kambag'alni. Ahvolidan hech ham